Salom hamma kanalimiz kuzatuvchilari. O't balosidan, tuhmat balosidan Xudo saqlasin deydik. Kuni kecha Toshkentda bir taksist ukamiz mana shunaqangi tuhmat balosidan qutulib qoldi. Mana shu videolarni hozir sizga qo'yib beraman. Avvalambor nimadan gap boshlandi? Bir ayol bola chaqasi bilan taksiga o'tirgan, taksist bilan ketadigan payti bolachalar orqa sidinani tepib tashigan. Buni taksi qiladiganlar yaxshi tushunadi. Undan keyin taksist klientga aytganki, bolalaringizga qarang, sidinalarni tepib tashyapti. Iltimos, shuni tepmasin degan gapi uchun qancha tuhmatlarni tagida qolib ketdi. Bo'lgan Nur 72 ni opasi taksi chaqirgan, taksida mana shu silqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo, tushmaysan, narsani olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Orani qonunga topshiramiz, Xudo xolasa adolatli jazo topadi bunaqalar bor. O'shaning uchun ham yuzi bilan qo'yaveramiz. Boshmag'anlari bo'lsa, meni video qilib qo'yinglar, qanaqa kirisa genidalar ko'chib yurganini. Ramus aylanmaysan Instagram. Bir xil ayollarga gapni tushuntirib bo'lmaydi, bilasizlar. O'sha joydagi bo'ladigan voqeada ham u ayol hech qachon taksistni tushunmagan, bundan keyin ham tushunmasa kerak. O'zinikini ma'qullab, undaydi, bundaydi deb ukasini chaqirib janjal boshlagan. Aslida o'zi taksist bilan klientni o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lmasa, yo'lda bir-biri bilan kelisholmasa, taksist iltimos qiladi, "Tushing mashinadan, men siz bilan ketolmayman" degandan keyin klient ham hurmatini bilib tushib qolish kerak, chunki u bilan yo'lda davom etkazolmaydi. Men yomon gap gapiraman, tepib tashyapti bolasiga. Tirikchilik qilgan. Men bola bilan o'tiribman ikkita, hech nima qilmayapti, bu tepib o'tib, atib tushib ketib beraman kerak bo'lsa. Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldirasiz. Men tushmayman. Bo'ldi, o'zim birinchi chiqaman. Voy, tajal solising, 103 qolisang, respublika prezidentiga qil. Men haq chiqaman, klient bilan chiqadi. Xo'pmi? Bu joyda nima bo'ldi? Ayol hammasini boshladi. Ukalarini chaqirdi, uni ukalari bloger ekan. Ikkita ukasi kelibdi, ikkalasi ham hozir iltimos kechiringlar mendan deb kechirim so'rayapti. Olib tashladim u videoni, chunki noto'g'ri ma'lumot berganimni bilib qo'ydim. Men aybimni tan olaman. Katta xatoyim birovlarning gapiga ishonib, noto'g'ri informatsiya berib, u insonni haqorat qilib qo'ydim. Sababi ukasiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mana shu bolani urganim uchun, opamni himoya qilganim uchun qamalib ketishga olamayman, iltimos. Davlatimdan yordam so'rayman, iltimos. Qarorchi videolarni qo'yganda xalqqa yomon qilib taksistni ustidan bulg'ab tashigan. Lekin bitta narsani unutmanglar. Alloh ko'rib turibdi hammasini. O'sha joyda o'sha taksist bola har bitta bo'ladigan voqeani videoga tasvirga olib turgan ekan. O'sha video tasvirlar undan keyin tarqaldi. Tarqalgandan keyin ularni hamma xalq ko'rdi videolarni va haq tomon kimligini bilishdi. Undan keyin mana bu ikkita chala blogerlar videolarini o'chirib tashladi, kechirim so'rab chiqdi. O'sha ayolni o'zi ham kechirim so'rab chiqdi qilgan ishidan. Ukam qoni qaynoq, kuchga to'lgan, hech nimadan qaytmaydigan bo'ladi. Hech nimadan qaytmaydi. Bitta ayolni o'zi ikkita bolani to'g'ri tekka qamatib yubordi. U bolalarni ham o'zini aqli yo'q ekan, kelas solib tapir-tupir tarmashib, o'zishadigan bir holati yo'q u bolalarni. Kelib taksistning yuziga tupurgan. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? O'sha payti taksist tushib, unga tarmashgan paytini menga ham hujum qildi deb shantaj qilgan. Ko'ryapsizmi, qanaqangi holat bo'lyapti. O'sha ayolning ukasi kelib hech nimani eshitmasdan turib, baqir-chaqir qilib, janjal qilib, uni nomiga har xil videolar chiqazib, qamat varishi ham mumkin edi. Ulardan mana shu narsani kutsa bo'lar edi. Chunki o'zi videoda ham ko'rinib turibdi, juda ham ikki yuzlamachi ekan. Aytgan gapidan tonib turibdi, aytgan gapidan. Bilasizlarmi? Bizda O'zbekistonda qilar ishni qilib qo'yib, undan keyin kechirim so'rab turadiganlar juda ham ko'p. Chunki shtaraflari juda ham katta, qiladigan ishlarini bilmasdan o'sha ishni qilib qo'yadi. Undan keyin o'sha shtaraflarni eshitadi va katta jazo borligini bilgandan keyin uzr so'rab chiqadi, o'sha yengillik bo'lsin bizga deb. Hozir men sizlarga o'sha videolarni qo'yib beraman. Ko'ringlar, undan keyin bir ikkita blogerlarimiz o'zini fikrini aytib o'tgan, ularni ham ko'ringlar va o'zimni ham fikrimni aytib o'taman. Men ko'proq o'sha taksistni olib chiqqan ikkita blogerga aytmoqchiman. Agar meni o'sha blogerlar meni ko'rib qolsa, ularga gapim, mana miya borku, mana miyaga bitta filtr o'rnatib olinglar. Undan keyin
o'sha borayotgan joylaringda yo bo'lmasa bir nimadir qilayotgan bo'lsalaring qaysi yaxshi qaysi yomonligini bilib olasizlar. Maslahatim sizlarga. Xitoydan bitta zakaz qilinglar mana shunaqangi filtrni miyalaringga. Bitta taksichini ustidan tuhmat qilib, butun taksistlarni nomiga dog' tushirib qo'yadi bular. O'sha chiqazgan videolari bilanda. Yaxshiyamki davlatimizda qonunlarimiz bor. O'sha qonunlarni buzdingizmi, albatta jazoingizni olasiz. Do'stlar, mana hozir sizlarga videoda qo'yib beraman. Albatta kommentariya yozib qo'yinglar. Fikrlaringizni bildirib o'tib ketinglar bizani ham videolarimizga. Videoda ko'rgandan keyin albatta do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men shu joyda xayrlashaman va videolarni ko'rib o'zingiz xulosa chiqarasizlar degan umiddaman. Xayr. Yetib keyin bitta pizdes bor ekanda mana videomni tarqatarmish keginda. Nimaga bo'larman qo'limda? Bo'ldi. Jahl ustida. Jahl chiqib ketdi. Mashinani urayotgan paytda o'sha peshonasiga urgan. Sekin bilan 2 marta. Qaysi? Mana shu. Necha marta? 2 marta. Undan oddiy. Juda to'xtatish uchun odamga zolish uchun urdim. Mana. Keyin tushib, yana menga tashlangan payti tekdim. Tergov bo'limi tomonidan mana shu Yashnobod tuman tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xabaringiz bor? O'zbekiston Respublikasi o'zining mana shu fuqaro nisbatan KZ 7-moddasida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda va tergov davomida qamoqqa olmoqda, shundaymi? Davlatimizdan uzr so'rayman. Chunki jahl ustida qoidani buzdi. Yandex keldi, to'g'ri bir 12 mashinada narsalarni ko'p edi. Bu yerda gap gapirdi o'zi. Boshqatmi deydi? Mashinani to'xtating dedim. To'xtat dedim, salom to'g'ri. Mashinani to'xtatib bo'lishib qolmadi. Bo'ldi, 40 ming bo'ldi. Shu dedi, so'qdi. Ukam, dedi, jahl chiqib ketdi. O'zim aytgan gapga ukam, mayli, keyin gaplashib olamiz. Bu qo'yu, mujikchacha gaplashamiz degan. O'sha ukam indamay turgan miyasiga berib urib ketdi. Ukangiz qayerga urdi? Necha marta urdi? 1-2 marta urdi. Yo'lda bola kelib turib uryapti, so'rayotganda. Men tushganimda ularni urishyapti. Sababsiz. Sababsiz. Men o'tiraman mashinada, tushmayman. Ichki ishlar xodimi kelmaguncha tushmayman. Ichki ishlar bilan turibsiz. Bola turibman. Muhtaram prezidentimizga ham rahmat, shunchalik himoya qilish uchun sizlarni qilganlariga. Bizlar xodimlarni qilsamlar, shunchalik qarab, anaqa qilishyapti. Xabar olishyapti. Fuqarolarga shu ayol bilan opasiga, ukasiga nima chora ko'rsatish davlatdan qonundan o'tkazasiz? Qonuniy chora ko'rishdan oliyman. Bular yo'lovchilar bo'lgan ayol kishi 2001-yil tug'ilgan fuqaroga nisbatan alohida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 199-moddasi bor. Ikkinchisi bilan ularga nisbatan ham jinoyat ishi ochilgan. Qonun ustuvor jazo muqarrar shahar sohasida qonunlardan belgilangan demak qonunlarga rioya qilishni so'rab qolamiz. Afsuski oramizda shunaqa toifa ayollar borki, ular internetga chiqib, "Voydod, menga tahdid qildi, meni zo'rlamoqchi bo'ldi, menga shilqimlik qildi" va hokazo degan ma'lumotlar tarqatiladi va lekin aynan mana shu holatga guvoh bo'lgan yoki uni tasdiqlovchi faqat o'zini aytayotgan gapidan u yog'iga boshqa ma'lumot deyarli bo'lmaydi. Va bu har doim ham amalda to'g'ri va haqiqat bo'lib chiqavermaydi. Biz bu haqida ayrim holatlarda gapirsak, mana shu ayollarni diskriminatsiya qilishda, ularni ko'ra olmaslikda ayblaydigan ayrim feministlar bor, lekin o'rtoqlar, yana bir bor aytmoqchiman, ayollarga qonunda berilayotgan huquq imkoniyatlar, ayollarga nisbatan alohida e'tibor, bu ularni hamma sohada shantaj, suiiste'mol qilishga olib kelish degani emas. Mana kuni kecha internet ijtimoiy tarmog'ida ko'rdinglar. Ocha bagajini dom. Bagajini ochdim. Nima bor? Xullas, Mana kamera bor. Hozir vaqtim bor. oddiy aytganda nima? Yandex taksi haydovchisi bo'lgan bir yigitni bir ayol shantaj qilib, ayolligidan foydalanib, "Sen meni nima shilqimlik qilding, menga jinsiy zo'ravonlik qilmoqchi bo'ldi" degan gaplarni aytib, o'zini ukasimi, akasiga qo'ng'iroq qilib yordamga chaqiryapti. Va erkak kishining qonida bor, bunaqa narsani eshitgandan keyin qizishib ketadi. Haqiqati tagiga yetmasdan kelib, u yigitni demak do'pposlayapti, kamiga internetga chiqib, mana shunaqa erkaklar ko'payib ketgan, mana shunaqa qilmoqchi bo'libdi, mashinamni ham urdi,
va hokazo degan gaplarni gapirdi. Lekin vaqt o'tgandan keyin yaxshi ham ana yigitni qo'lida telefonda yozib olgan ekan holatlarni. Umuman boshqa narsa bo'lib chiqdi. Aslida ayol o'zi mashina ichida o'tirib bir tarbiyasizlarcha, qo'pollik bilan, xullaski ayolga xos bo'lmagan harakatlar qilyapti va yolg'on ma'lumot berib, ukasi o'zining yaqinlarini chaqiryapti yordamga. Va ular ham haqiqat tagiga yetmasdan kelib buni do'pposlayapti, uryapti va hokazo. Alal oqibat nima bo'ldi? Mana bitta taksisti yomonotlik qilib internetga chiqarildi birinchidan, haqiqat tagiga yetmay, ikkinchidan mana shu o'zini yaqinlarini jinoyat sodir etishga majbur qilib qo'ydi mana shu ayol. Mazkur holatda endi bu bolalarni va ayoli nima kutyapti degan savol. Xo'p, demak, birinchi holatda agar videoni ko'rgan bo'lsanglar, ayol avtomobil ichida turib haqorat qilyapti. Erkak kishi qo'pol so'zlar aytyapti. Agar bu qo'pol so'zlar ekspertizada haqorat deb topiladigan bo'lsak, demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ayolga demak ma'muriy jarima qo'llaniladi. Sud orqali jarima. Agar 1 yil ichida yana shuni takroran sodir qilsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Endi u ayol kishi o'zini ukasi yo akasini qanday huquqbuzarlik, qonunbuzarlik qilishga jazm qilib qo'ydi degan savol. Demak, Jinoyat kodeksining mana 277-moddasi bor. Bu bezorilik degan. Endi bu yerda bir nechta odamlar ko'rildi videoda. Aka-ukalari kelganmi bilmadim. Endi videoda agar bir guruh shaxslar tomonidan boyagi yigitga demak tan jarohati yetkazilib, jamiyatda turish qoidalarini atay mensimagan bo'lsa, qarang, maksimal jazo 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Ya'ni 3 yilga qamalishi mumkin. Bitta shu 277 agar qo'zg'atilsa. Undan tashqari bu 109-moddaga ham tortish mumkin. Ya'niki Jinoyat kodeksi 109-moddasi bor. Demak, bu agar bir guruh shaxs, ya'ni bir o'zi bo'lsa, maksimal jazo 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agar ikkita yo undan ko'p bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, demak 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin, maksimal jazo. Endi undan tashqari bu yerda u ayolni ukalarimi, akalarimi bloger ekan. U kishi bilib bilmay endi internet orqali mana bu taksichi bolani qo'yib ko'rsatib, ya'ni bu o'sha yaqinimga mana shunaqa shilqimlik qildi, jinsiy huquqbuzarlik, qonunbuzarlik qilishga harakat qildi degan gaplarni tarqatib, ya'ni uni sha'ni, qadr-qimmati kamsilishiga ham olib keldi. Ya'ni bu holatda u ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi. Opachasi boya ayol internetga tarqatmadi, uni gapini boshqaga tarqatib qo'yishdi. Shu boisdan u ma'muriyga tortiladi. Bu yigitlar shuni tarqatgan bolalar jinoiy javobgarlikka tortilib qolishi mumkin. Ya'ni bu o'sha jinoiy javobgarlik to'g'risida kodeks 139-moddasi tuhmat deyiladi. Demak, bunga maksimal jazo, demak 1 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin. Bundan tashqari, bu yerda tekshirish kerak bo'ladi haqorat qilish faktini. Agar haqorat ham qilingan bo'lsa internet orqali, men videosini to'liq ko'ra olmadim ochig'i. Bunga yana qo'shimcha qo'shiladi, ya'ni 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi mumkin. Oddiy aytganda, o'sha opamizmi, singlimizmi ayollarga bo'lgan e'tibor, ayollarga bo'lgan yuksak bir davlatda ham ko'rsatilayotgan g'amxo'rligidan bugun suiiste'mol qilish oqibatida mana o'zlarini yaqinlarini jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladigan holatga sabab bo'layapti. Mana bu nima oqibatga olib keldi. Undan tashqari endi mana bu kaltaklangan yigitni sog'lig'iga yetkazgan zararni ham qoplashga to'g'ri keladi. Nima aytmoqchiman? Bunaqa holatlar afsuski uchrab turibdi. Mana hozir Toshkent shahrida ham bor, bir ukamiz bor. O'zi ham taksistlik qilib ketayotganda mana lo'li millatiga mansub bo'lgan ayol chiqqan bolasi bilan mashinani oldida o'tirgan, yo'lovchini oldida, orqasida ota-onasi bo'lgan ekan. Shu ketayotgan paytda mexanika skorostli mashina bo'lganligi uchun oldida bolani tizzasini orasiga solib o'tirgani uchun, demak, tizzasi, ayol kishining tizzasi sal chetroqqa surilgan va skorosti yoniga kelib qo'ygan. Taksi haydovchisi bilmagan holda bir marta o'sha
skorost olayotganda qo'li tegib ketgan ekan. Hozir voydod mani mana shunaqa zo'rlanmoqchi bo'ldi boshqa degan gaplar bilan mana shu taksichi yigit ham qamoqda hozir. Tergov ketayotgandi, bilmadim qanchalik u adolatli bo'ldi. Afsuski juda ko'p yordam so'rab kelishdi. Afsus biz ham yordam bera olmadik. Nega? Chunki bugun ayollarga qilinayotgan qanaqadir huquqbuzarlik bo'yicha erkaklar deyarli hech kim eshitmayapti. To'xta, mana bunaqa asli degan gapni hech kim eshitmayapti. Siyosat shunaqa bo'lyapti. Erkaklarni sindirish, qamash degan siyosat bo'lyapti. Bunga endi tayyor bo'lish kerak va erkaklarni nima qutqaradi bu holatda? Doimiy ravishda telefoningizni yoqib yurish yoki doimiy ravishda o'sha onlayn kameralarni yoqib qo'yish sizni bunaqa shantajdan qutqarishi mumkin. Xo'p, endi gapimni yakunida aytmoqchiman. Endi o'zinikini ham tiqib ketdi deb balki o'ylashinglar mumkin. To'g'risini aytaman, shu joyda joyi kelib qoldi. Mana bizning shogirdlarimiz bor. Shogirdlarimiz demak, aynan mana O'zbekistonda ayol taksichilar olib yursin degan maqsadda shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun odamlarga imkoniyat yaratish uchun Mehr.go degan shunaqa ilova yaratishgan. Ko'rinishi mana shunaqa Mehr.go mana bunaqa ko'rinadi xullas. Skachat qilsa bo'ladi. Bu yerda demak hamma xohlasa erkak haydovchini tanlab chaqirishi mumkin, xohlasa ayol haydovchini. Xohlasa oilaviy bolalarni maktabga olib borib keladi va hokazo. Ya'ni ba'zi erkaklar xohlamaydiki, uni ayolini yo singlisini, opasini erkak haydovchi xizmat ko'rsatib olib kelib bersin. Shunday holatda mana ayollarni tanlab o'zlari chaqirib olishlari mumkin. Buni shogirdlarimiz yaratgan. Biz o'zimiz ham bundan tez-tez foydalanib turamiz. Shu o'rtoqlar, qisqacha aytmoqchi bo'lganim, hech qachon e'tibor berilayotgan imkoniyat suiiste'molga olib kelish kerak emas va qolganlarga bu o'rnak bo'lish kerak. Aytayotgan gapimiz qilayotgan ishimizga mos bo'lsin. Butun O'zbekiston, butun taksistlar va butun blogerlar shu okani qo'llab-quvvatlayapti hozir, chunki bu okamizda umuman ayb yo'q. Mana ko'ryapsizlar, hamma taksi blogerlar, mana okalari, qarindoshlari hamma shu yerda. Mana Piskentdan kelishdi okamgilar. Mana okam hozir shokoviy состояние dedilar. Mana endi o'zlaridan ruxsat so'rab, endi video qilyapmiz. Aka, holat bo'yicha nima deya olasiz? Nima bo'lgan, misol uchun nima qo'ygan o'sha haqida qisqacha o'z fikringizni bildiring. Shu tuhmat qilishdi. Men mashinaga tef tashlaganligi haqida aytsam, ogohlantirsam, menga tuhmat qilib tashlashdi boshqa narsalar bo'yicha. O'sha jinsiy menga taklif qildi. Degan gaplari hammasi yolg'on, tuhmat bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, hammasi tuhmat. Xullas okalar, biz bu akamizni shunday qo'yib qo'ymadik. Mana ertalabdan beri shu yerdamiz, Paddeshkadamiz. Xudo xolisa, biz o'zimiz ham shu taksi sohasidan chiqqanmiz. Bu akamizni oxirigacha qo'llab-quvvatlaymiz. Ruhan tushkunligiga tushmang. Butun O'zbekiston siz bilan hamma sizni qo'llab-quvvatlayapti hozir. Butun O'zbekiston, nafaqat blogerlar, nafaqat misol uchun taksistlar, balki butun O'zbekiston sizni qo'llab-quvvatlayapti. Ruhan o'zingizni tushkunlik tushirib qo'ymang. Biz siz bilan. Sizga nisbatan qarshi chiqarilgan video va bo'lgan negativlar уже siz qo'ygan isbot dalil videolaringiz bilan ular hammasi уже orqaga chekinib, tozalab yo'qotib bo'lyapti. Sizniki eng cho'qqida turibdi. Okalar, bu ish bu yerda tugamadi. Buni oxirgacha olib boramiz va buni oxirgacha olib borishimizda davlat tashkilotlaridan shu ishga yordam berishligini so'rab qolamiz. Bu ish oxirgacha boradi. Shaytonga dars berar insondir, ilohim asra ayol makridan. Xuddi shunaqa. O'rtoqlar, bitta ayol hozir ukalarini anita jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. O'zi ham javobgarlikka tortiladi va undan tashqari yana bitta narsani aytib o'taman. Yolg'on narsani ketidan qay darajada ayanchli masalalar paydo bo'layotganini ham tushunib yetadi. Ana aytadi, so'nggi pushaymon o'zingga dushman. Shu uchun o'rtoqlar, bitta narsa, fakt nimada? Fakt nariyo taraf qilib qo'ydi. O'zini ham sharmanda qildi, mana bu yerda ukalariga ham problema topib berdi. Bitta ayol yolg'on gapi bilan shuncha masala bo'lib ketdi. Agar o'sha yerda ukasiga, "Ukam, bu meni mashinadan tushirib yubormoqchi bo'ldi. Mashinani tepib tashladi jiyanlaring. Men buni tushuntirdim, tushunmadi" desa ham bu darajada ishkal bo'lib ketmasdi. Endi taksichi bola ham misol,
ertaga u ham bola chaqali bo'ladi. Bo'y bola chaqasi bor ota-onalar biladi menga o'xshab. Farzandli mashinaga chiqqandan keyin oyoq kiyimi bilan ham chiqib ketadi, boshqa ham qiladi. Kichkina bolalarga tushuntirish qiyin. 6 yoshgacha bo'lgan bolaga nimani ham tushuntira olamiz. Endi bu tarafida misol men taksistga ham ozgina sabrli bo'lishni tavsiya bergan bo'lardim. No, masalada taksist haq deb o'ylayman, 100%. Va bu tarafga konkretni javobgarligi torttirish kerak. Qolganlarga ham o'rnak bo'lishi uchun. Yana mana shunaqa shantajlar chiqib, har xil mamlaqa parokanda bo'lmasligi uchun. Yandex bratlar, kameralarni yoqib yuringlar akalar. Bilib bo'lmaydi hozir. Har xil shantajlar bor. Gapirmasangiz ham meni piq etsangiz, sekin olib zo'rlamoqchi bo'ldi ham dorishi mumkin. Ehtiyot qilinglar o'zingizlarni. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.